Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilari. Navbatdagi darsimiz 3-kurslarda bolalar adabiyoti fanining 18-ma'ruza mashg'uloti Mirkarim Osim bolalarning tarixnavis adibi mavzusini ko'rib o'tamiz. Ma'ruza mashg'ulotini olib boruvchi fan o'qituvchisi Mo'minova Umida Qarshiyevna. Hurmatli talabalar, bugungi bir juftlik ma'ruza mashg'ulotimizni o'tish uchun 4 ta reja asosida ko'rib o'tishni manzur deb bildik. Demak, birinchi rejamiz adib qissalarida tarixiy shaxslar obrazi ifodasi. Ikkinchi rejamiz yozuvchi asarlarida tarixiy haqiqatning badiiy haqiqatga aylanishi. Uchinchi rejamiz Mirkarim Osimning o'zbek bolalar adabiyoti tarixi nasri taraqqiyotiga qo'shgan hissasi. To'rtinchi rejamiz adibning tarixiy biografik xarakterdagi Jayhun ustida bulutlar, Zulmat ichra nur, Singan sitor qissasi tahlilini ko'rib o'tamiz. Demak, avvalo ma'ruzani boshlashdan oldin biz Mirkarim Osimni O'zbekiston xalq yozuvchisi Ozod Sharafuddinov hamda Odil Yoqubovlarning shunday iliq fikrlarini aytib eslashimiz mumkin. Demak, Ozod Sharafuddinov Mirkarim Osim haqida shunday deydi: Mirkarim Osim tariximizning ham bilimdoni, o'tmishdagi jami allomalar, mutafakkirlar va yorqin shaxslarni yaxshi bilar. Bir necha asrlar oldin ham, yaqin o'tmishda ham o'zbeklar ichidan ko'plab buyuk siymolar yetishib chiqqanidan faxrlanardi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, Mirkarim Osimdagi bu milliy g'urur xalqimizdan mustaqillikdan so'nggina uyg'ondi. Bugungi kunning mashhur va tanilib kelayotgan tarixchi adiblari Mirkarim Osimni o'zlarining ustozlari deb bilardi. U kishi nafaqat yozuvchi, balki har qanday tarixshunos olim bilan albatta tarixiy voqealar haqida gap ketganda bellasha oladigan, tarixni 5 qo'ldek biladigan zukko edi. Shu boisdan oddiy kitobxonlar qatori tarixshunos olimlarimiz ham uning asarlarini o'qib o'rganardilar, deb eslaydi Odil Yoqubov. Bundan tashqari Ibrohim G'afurovning Hayo xalaskor nomli kitobini hammamiz o'qiganmiz. Ushbu kitob haqida aytilayotgan fikrlarni ko'z oldimizda gavdalantirganimizda Mirkarim Osim go'yoki ko'z o'ngimizda gavdalanardi. Uni shunday deb ta'riflaydi: Ibrohim G'afurovning Hayo xalaskor kitobini ohista varaqlarkanman, ko'z o'ngimda fidoyi tarixchi adibimiz Mirkarim Osimni siymosi gavdalanaveradi. Kitob muallifi-yu Mirkarim Osim, kitob sarlavhasi-yu Mirkarim Osim, kitobga kirgan maftunkor asarlari-yu Mirkarim Osim. Bular orasida qandaydir ko'zga ko'rinmas bir un bor edi. Bu un ikki adib, ikki fidoyi ziyolini bir-biriga chambarchas bog'lab turardi. Ibrohim G'afurovdan, uning Hayo xalaskoridan, bugungi ahli tablar majlisidan ajabki Mirkarim Osimning isi kelib turardi. Demak, Mirkarim Osim haqida qisqachagina tarjimai holi haqida fikrlashib o'tamiz. Adabiyotda xalqimizning tarixiy o'tmishi mavzuni badiiy aks ettirish to'g'risida mulohaza yuritilsa, taniqli adib Mirkarim Osimning bu sohada qilgan xizmatlarini eslamaslik mumkin emas. Yozuvchi tarixiy o'tmishga hamisha va astoydil qiziqib kelgan. Xalq o'tmishiga qiziqish uning ijodida tarixiy mavzuni bosh yo'nalishga aylantirardi. O'zbek sho'ro adabiyotining to'ng'ich avlodiga mansub Mirkarim Osim 1907-yilda Toshkentda ziyoli oilasida dunyoga keladi. 1918-yildan Shamsul Urfon nomli boshlang'ich maktabida o'qiydi. 1921-yildan Alisher Navoiy nomidagi Respublika bilim yurtida tahsil oladi. Do'stlari Oybek va Hamid Yoqubovlar bilan bu texnikumda adabiyot, san'at turlarini o'rganadi. 1926-yilda esa Moskva davlat pedagogika institutining tarix iqtisod fakultetida o'qib, uni 1930-yilda tugallaydi. Samarqandda o'qituvchilar tayyorlash kursida, 32-yilda esa O'zbekiston Ma'ruf xalq komissarligida pedagogika ilmiy tadqiqot ilmgohida ishlaydi.
tarix fanida qo'llanma, tavsiya, darsliklar yaratadi. Mirkarim Osim badiiy ijodini she'rlar yozish bilan boshlagan. So'ngra hikoya va qissa janrlarida ham qalam tebrata boshlaydi. 1940-yilda ulug' Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqida Astrobod, Alisher Navoiy va Darvishali, Badarg'a, Navoiyning xislatlari, Ulug'bek va Navoiy singari hikoya va tarixiy qissalar yoza boshlaydi. Adib bir umr tarixiy qissalar yozish bilan mashg'ul bo'ladi. Yangi avlodlarni o'tmish va uning ilg'or shaxslariga nisbatan muhabbat ruhida tarbiyalaydi. Vatanparvarlik, insonparvarlik g'oyalarini ulug'laydi. Mirkarim Osim 50-yillar Stalin qatag'onining begunoh ma'naviy qurbonlaridan biriga aylanadi. Uning vatanparvarlik, millatparvarlik, o'tmish tarixiga muhabbat ruhidagi asarlari o'z muallifiga qaro kunlar olib keladi. Adib ko'p yillar sho'ro rejimining azoblarini chekadi. 40-yillarning oxirida qatag'onga uchraydi. 50-yillarda esa ozodlikka chiqadi. Tarixiy mavzularda hikoyalar, qissalar yozadi. Barcha asarlarida xalq tarixi, nurli siymolar xarakteri yorqin tasvirlanadi. 60-yillarda esa vatanga qaytgan san'atkor tarixiy asarlar yozishda, tarjimai hol ishi bilan shug'ullanishda davom etadi. Adabiyotshunos Sattorov tarixchi adibning asarlarini davriy jihatdan shartli ravishda 3 guruhga ajratadi. Demak, birinchi tariximizning qadimgi davrlari haqida hikoyalar, ya'ni makedoniyaliklar, so'ngra arab xalifaligining keyinroq Eroniy shohlarning O'rta Osiyoga yurishlari haqidagi bitilgan hikoya, qissa va turli obrazlar talqiniga oid asarlarni birinchi davrga bo'ladi. Ikkinchi davr esa o'rta asrlar tarixidan hikoya qiluvchi asarlar, ya'ni bunga mo'g'ullar istilosi va buyuk fan, madaniyat arboblari haqida biografik qissa hamda hikoyalar. Uchinchi davrimiz esa 18-asrdan to oktyabr to'ntarishiga qadar bo'lgan davr tarixiy hayotini badiiy aks etgan asarlar turkumiga bo'ladi. Muallif asarlari davriy jihatdan keng qamrovli, ayniqsa adibning o'rta asrlar tarixidan hikoya qiluvchi tarixiy biografik qissalari alohida e'tiborga sazovordir. Ayni paytda Mirkarim Osim asarlarini 3 katta mavzu yo'nalishi bo'yicha tahlil qilish mumkin. Demak, birinchi tarixiy qahramonlik mavzusidagi asarlar, ikkinchi tarixiy maishiy asarlar, uchinchi tarixiy biografik asarlar. Adib yarim asrlik ijodiy faoliyatida ana shu 3 davr va 3 mavzu yo'nalishi bo'yicha samarali ijod qiladi. O'zbek nasrini, o'zbek qissachiligini boyitadi. Xususan, u tarixiy qissachilikda katta yutuqlarni qo'lga kiritadi. Bu yo'nalishda u qadim ajdodlarimizning vatanimiz tuprog'iga bostirib kirgan chet ellik bosqinchilarga, ya'ni Eron, Arab, Mo'g'ul, Rus qarshi olib borgan qahramonona kurashlari, o'tmishi, ilm-fan madaniyatimiz yulduzlarining jahon madaniyati xazinasiga qo'shgan beqiyos hissalari, o'zbek xalqining ikki tomonlama zulm istibdoddan tinkasi qurib, adolatsizlikka qarshi isyonga otlanib, milliy ozodlik uchun kurashgani haqida bir qator asarlar yaratadi. Qahramonlik mavzusidagi ijodi Mirkarim Osimning To'maris, Temur Malik, Aleksandr va Spitamin kabi asarlarini kiritish mumkin bo'lsa, maishiy mavzulardagiga esa Mohlaroyim va Xonposhsha, Karvon qo'ng'irog'i, Elchilar kabi asarlari, shuningdek Elchilar, Karvon yo'llarida, Do'stlik qaldirg'ochi, Tilsiz guvoh, Zulmat va muhabbat nuri asarlari, demak, qahramonlik mavzusidagi ijodning turlariga kiritamiz. Uchinchisi tarixiy biografik mavzu. Mirkarim Osim ijodida tarixiy biografik mavzu ham katta oqimni tashkil etadi. Uning Zulmat ichra nur, ya'ni Navoiy haqida, Jayhon ustida bulutlar, Beruniy haqida, Ibn Sino qissalari, Al-Jabrning tug'ilishi, Al-Xorazmiy hamda Ibn Sino haqida, Singan setor esa Mashrab kabi qissalarni, Mashrabning hayoti haqidagi qissalarini ko'rsatishimiz mumkin. Adibning Jayhon ustida bulutlar qissasi ulug' qomusiy olim Abu Rayhon Beruniyning, Ibn Sino qissasi nomli jahonga mashhur buyuk hakim va olim Abu Ali Ibn Sinoning, Al-Jabrning tug'ilishi hikoyasi mashhur matematik Al-Xorazmiyning hayoti va ijodiga bag'ishlanadi.
Demak, Mirkarim Osim asar tarjimalariga ham qo'l uradi. Bunda shuni ko'rishimiz mumkinki, Sholixovning Tinch oqar don, ya'ni 2 qismli kitobi, Borodinning Yildirim Boyazid romanlari hamda Butning Hayot bo'stoni qissasi va boshqa asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilishda ham yetakchi o'rin egallagan. Demak, Mirkarim Osimning hayot ijod yo'llari qisqacha mana shulardan iborat. Demak, biz bugungi ma'ruza mashg'ulotimizni keyingi amaliy darslarda ko'rishimiz uchun talabalarga bir qator bilim, ko'nik va malaka rivojlantirishga yo'naltiruvchi savollar bilan murojaat qilamiz. Demak, adib qissalarida tarixiy shaxslar obrazi ifodasi haqida batafsil ma'lumot berish kerak. Yozuvchi asarlarida tarixiy haqiqatning badiiy haqiqatga aylanishi rejasi ostida ko'rib o'tilgan bir necha asarlarni tahlil qilishimiz kerak. Mirkarim Osimning o'zbek bolalar adabiyoti tarixiy janr taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida, adibning tarixiy biografik xarakterdagi Jayhon ustida bulutlar, Zulmat ichra nur, Yulduzlar sayri qissasi tahlilini ko'rib o'tamiz hamda yozuvchining Shiroq, To'maris singari tarixiy hikoyalarida ajdodlarimiz qahramonliklari aksini ifodalashni, demak, o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Hurmatli talabalar, keyingi amaliy mashg'ulot darslarimizda xuddi mana shu savollar bilan, demak, darsimizni davom ettiramiz. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz mana shulardan iborat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. E'tiboringiz uchun rahmat.